Assalomu alaykum. Qadrli Usta Sherzod kanalining qadrbaland obunachilari, akalar, ukalar. Usta Sherzod 2026-yil 9-fevral sanasida Samarqand viloyati Pazdarg'on tumani Arabxona Boltali mahallasida yana bitta o'z obyektimiz o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu ishimiz bilan bitta ko'rib tanishib, yoqsa laykni gumburlatib bosib qo'yasizlar. Xo'p. Akalar, bu ishimizga maloshniy, mokriy, oq va tillarang tunikalardan foydalanib 0.35 qalinlikdagi tunikani 1 kvadrat metrini Reka Samares tunikasi, usta haqqisi, lesasi, qo'yinki barcha xizmatlari ichida 1 kvadrat metrini 145 ming so'mdan qilib bitkazib berganmiz. Bu ishimiz bilan bitta tanishib chiqamiz. Akalar, 1 metrlik chiqqan shapkamiz mana bu tomoni, bu tomoni 1 metrlik chiqqan. Mana bu ayvonimizning chekka qismi 35 santimetr chiqqan, 45 gradusli bakavina, orqasiga karniz, o'rtalarini esa 90 gradusli fasonda. Ayvonchamiz, balkonchamizni ichini shaxmatni oralariga tillarang tunikalardan o'rtalarini to'rtburchak do'ppichali qilib foydalanib berganmiz. Bizni darvozaxonadan kirishimizda darvozaxonamiz kutib oladi. Bu darvozaxonamizning chekkalarini 45 graduslik pianino fasonda, o'rtalariga esa shunday shaxmatlar terib, karniz qismlariga bunday juda ham go'zal bo'lgan gullardan qo'yib bitkazib berganmiz. Akalar, tunika fonda har bitta odam eng qaraydigan joyi chokiga qaraydi. Choklarni ham ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatda keltirib bitkazib berganmiz. Darvozaxonadan chiqishimizda bizni ayvonimiz kutib oladi. Bu ayvonimizni chekkalarini xuddi mana shunday holatda pianinalik qilib, burchaklariga alohida e'tibor bergan holda o'rtalariga shaxmat terib berganmiz. Bu ayvonimizga bitta ko'rib baho berasizlar. Xudo xolisa, bu ayvonimizga kelajakda mana bu o'rtalariga kosmos qo'yiladi, juda ham chiroyli bo'lib bitadi. 5 metrga 1680 bo'lgan ayvonimiz bitta o'zingizlar ko'rib baho berib yoqsa layklarni ayamaysizlar. Sababi sizlarning layklaringiz bizlarga keyingi videolarni qo'yish uchun juda ham bir motivatsiya bo'ladi. Ayvonimizdan chiqqan qismimizda biz regelimiz hamda shapka qismimiz ko'rib turganinglardek ana shu joyigacha 18 metrlik, uni yog'igacha 20 metr bo'lgan shapkamiz. Bu xonadonimizga turba qismlarini ham qo'yib berganmiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Usta Sherzodga telefon qilaverasizlar. Ishlar tez va sifatli qilib bitkazib beramiz. Bu xonadonimizga umumiy hisobda 300 kvadrat metr tunika ishladik va bu xonadonimiz uydagilarga 42 million so'mga qilib bitkazildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga chiqaverasizlar. Ishlarni tez va sifatli qilib chiqarib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Usta Sherzod.